o'tirdilar, uxlaydi va bularni juda ham ko'p xurrak bezovta qiladi. Mashinaga chiqsam uxlab qolaman, o'tirgan joyimda uxlab qolamanda, bu uxlab qolishlar xudo xolasa ketadi hammasi. Bemorlarimiz vodiydan kelgansiz, vodiydan Andijondan kelganlar, juda ham ahvollari og'ir. Bular ikkita etapda operatsiya bo'ladi xudo xolasa. Kecha bitta etapini qildik, ya'ni burun to'sig'i keskin qiyshiqligi bor edi, nafas olish qiyin edi va bularni juda ham ko'p xurrak bezovta qiladi. Uxlab qolish, o'tirdilar, uxlaydi. Mashinaga chiqsam uxlab qolaman, o'tirgan joyimda uxlab qolamanda, o'shaning uchun tekshiruvdan o'tkazdik, burunni to'g'irladik. Xudo xolasa kecha operatsiyalar juda ham yaxshi bo'ldi. Endi ikkinchi etapda bir oydan keyin xurraklarning operatsiyasini o'tkazib, uxlab qolishlar xudo xolasa ketadi hammasi. Uyquga to'yib, yaxshi bodri bo'lib uyg'onadigan bo'lasiz. Operatsiya payti og'rimadimi? Qiynalmadingizmi? Og'rigan yo'q. Yaxshi, endi hozir burunda splin turibdi. Ozgina burun bitib turadi. Bir haftadan keyin olib tashlagandan keyin yaxshi erkin nafas oladigan bo'lasiz. Uyga javob beramiz. Rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Qiynalmadingizmi? Yo'q, yaxshi. Sog' bo'ling. Rahmat.